Jamoamiz Xorazm professional futbol klubi Turkiyaning Antalya shahrida o'quv yig'in mashg'ulotlarini davom etmoqda. Keling, futbolchilarimiz bilan suhbatlashamiz. O'quv yig'in mashg'ulotlari qanday o'tyapti o'zing? Mashg'ulotlar a'lo darajada o'tyapti. Mahalla mashg'ulot olib boryapmiz. Kecha ikkita o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazdik. Bugun endi yengilroq mashg'ulotlar bo'lyapti. Chunki hamma ikki taymda o'ynagani hisobiga bugun yengilroq masalan Nazorat uchrashuvlari haqida nimalarni ayta olasiz? nazorat uchrashuvga kelgan bo'lsa, hozirda 3 o'yin o'tkazdik. Kechga 2 o'yin bo'lib o'tdi. Ertalab va kechqurun kelgan bo'lsa, yaxshi tafsilotlar oldiramiz. Hali ishlaydigan o'rgangan narsalarimiz juda ham ko'p. Xudo xolasa, oldinga qadam olishda davom etamiz. Dilshod aka, murabbiylar shtabi sizlardan ayniqsa nimani talab qilmoqda? Disiplina, inson, çalışmalar. O yani inşallah sayın tutulmuş. Rahmat. Farruh aka, murabbiylar shtabi mashg'ulotlarda qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor qaratmoqda? Ko'proq ishlayapmiz, top-to'la bilan texnika ustida ishlayapmiz. Gohan, our fans waiting you in this season, your goals, your scores. I wish I can do my best there. Thank you. Sabinho, our fans waiting you in this season, your goals, your scores. What do you think about them? Davom etaversin-da, biz xudo xolasa yaxshi o'yinlarni ko'rsatib davom etamiz. Omad Xorazm!